Kalama birinchi kelgani Sipsagul. Men Jumanazarova Go'zal, 10-sinfman. Atom o'quv markazida to'shni 1 yil bo'ldi tayyorlanib yurganimga. O'sha oktyabr oyidagi milliy sertifikat imtihonida 94.4% sertifikatni qo'lga kiritdim. Yurgan vaqtimda yig'lab berganman, chunki kutmaganman. Shunday bir bepulus chiqqanini ko'rib turib so'nganman. Birinchi o'rinda Mahmud domla bo'ladi, chunki meni hali shu kunlar ko'zim oldidan ketmaydi. Men endi borgan vaqtimdan ham menga vaqtini qizg'anmasdan turib, kech bo'lishini qaramasdan turib, menga shu men bilan birgalikda qolib, misollar ko'rib, hammasini ayirmasdan tushuntirib berar edi. Ikkinchi o'rinda tok obed gruppadagi avval o'qib ketgan qizlar. Shularni deb bilaman. Uchinchi o'rinda MS bir gruppamizdagi hamma. Men unga avvalambor ichki ishonch uyg'otishga harakat etgan bo'lar edim. Siz hali yashab bilasiz. Siz hali ishora 1 oy emas, 60-70 yoshingizdan keyin ham hali men yonimga o'zingiz o'ynab kulib kelasiz. Shu narsani men avvalambor unga singdirishga harakat etar edim. Ya'ni yashab qolib ketishiga nisbatan ichki ishonch bo'lishini harakat etgan bo'lar edim. Endi uni pul biladi, men nima bilmayman. Pul emasman-ku. Gelius Sak bilan ko'rishgan bo'lar edim. Undan savol berar edim. Nechun adini aynan shunday deb qo'yganlari haqida so'ragan bo'lar edim. Ota-onasi unga nechun aynan shu adni qo'yganini. Eng katta orzuyim emas, xudo xolos maqsadim Xorazmdagi eng katta xayriya fondini tashkillashtirish, shunga rahbarchilik etish. Meni eng katta maqsadlarimdan birisi shu. Birinchi sababi talabchanlik, qattiqqo'llik. Menga bera kelishima durki bo'lgan narsa ham shu qattiqqo'llik bo'lgan. Ikkinchi sababi o'qituvchilarni muomala madaniyati. Uchinchi sababi bu yerda atom bilan kimyo oson va tushunarli bo'ladi. To'g'risi o'zim ham kimyoning ichiga endi kirib kelgan vaqtimda men kimyoni даже 3 yildan ham o'zlashtirib bilmasam kerak. Kimyo men uchun emas, men o'rganib bilmayman kimyoni degan shunday missiya fikrlar bo'lganmanda. Kimda kim menga o'xshab shunatib, kimyo qiyin, men o'zlashtirib bilmayman deb shunday fikrda yurgan bo'lsalar, to'g'ri o'qituvchi topolmay yurgan bo'lsalar, atom sizlar uchun.